Baxt ovchisi serialida Zuliya roli orqali tanilgan aktrisa va teleboshlovchi Barchin G'ofurova haqida 3 ta fakt. Asl ismi Umida bo'lgan Barchin G'ofurova 1990-yil 28-aprel kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Barchin G'ofurova Toshkentda tug'ilgan bo'lsa-da, Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida voyaga yetgan. U bolaligida raqqosa bo'lishni orzu qilgan, ammo oilasining qarshiliklari sabab bu san'at turi bilan shug'ullana olmagan. Barchin G'ofurova ilk bor Ishq o'yinlari nomli serialda suratga tushgan. Aktrisa bugungacha Qadam, Ona zamin, Ojiza, Baxt ovchisi va bir necha seriallarda ishtirok etgan. Barchin G'ofurova Baxt ovchisi serialidagi Zuliya obrazi bilan tomoshabinlar e'tiborini qozondi. Ushbu obraz aktrisa tomonidan o'ta ishonarli tarzda ijro etilgani bois unga ijtimoiy tarmoqlarda turli haqoratlar, tahdidlar ham bo'ldi. Lekin aktrisa bunday gaplarga parvo qilmay hozirda ijodini davom ettirmoqda. Barchin G'ofurova hali turmushga chiqmagan. Barchin G'ofurovaga havas qilganlar videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Shu kabi shou biznes yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Toshkentliklar 24 kanaliga obuna bo'ling.